Assalomu alaykum hammaga. Yana klaviaturani sekinlashtirib, skrit effektlar bilan. Tamam. Bitta eshigimiz standart 2 metrli, joy prayom 2.15. Yana oldingi bir obyektivni qilganmiz, xuddi shunaqa qilib qoldirishgan. 2.15 qilib, buni ham tepasini cho'zib qo'yaveramiz. Xudo xolasa mana eshik palatno deyiladi. Eshigimiz chekkalari nima desam bo'ladi? Alyumin kronka deyiladi. Alyumin kronka. Hozir buni ochib bo'ldik. Endi buni korobkasiga ochamiz. Korobkasi. Tak, zamoga mexanizm boshqa so'nanaqa. Oti nima ekan buni? Oti yozilmagan. Senkyo deb qo'yibdi. Chekpetmi? Nima bu? Sekret ekan, sekret. Oshqomoq. Ancha rossiyskiy bo'lsa kerak, rossiyskiy desa. Bu hammasi Xitoydan kelyapti. Uchta eshik davori bilan. Yana ko'rsataman, xudo xolasa. Assalomu alaykum.